Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Bugungi videomiz biznesga oid uskunalar haqida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, like bosing. Bismillah, hurmatli obunachilar, showroomda ichidamiz. Videoni olishlikda bizga Shohrubek yordam beradilar. Shohrubek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, bizga o'sha ozroq qisqaroq bo'lgan, o'sha puli qisqaroq bo'lsin, foydasi ko'proq bo'lgan narsalarni ko'rsatishni boshlasangiz. Boshiga. Vaxinsalardan boshlaymiz. Ichkariga boraylik. Vaxinsalarimiz har xil turlar bor. Pechenni pishiradimi? Nima mahsulot, qanaqa mahsulotdan boshlanadi? Bu suyuq xamir quyiladi, maxsus retsept bilan qilinadi. Hammasi deyarli bir xil. Bir xil vazifani bajaradi. Retsept bir xil, lekin ko'rinishda farq bo'ladi. Shakl chiqarishda. Shakl chiqarish. Bo'l tushunarli. Xo'p, asosan narxi qiziq. O'shanga narxini aytsangiz. $140 beramiz. $140 berilaveradi. Xo'p, biznes qilaman deganlar uchun qaysinisidan boshlasa bo'ladi? Uy sharoitida do'konlarga beraman deydi, foydalanaman deydi-ku, ayniqsa ayollarimizga qulay bo'lgan mahsulotlar hozir ko'proq ekan bu yerda. Pechenni chiqaradigan. Uy sharoitida chiqarilar ekan. Xo'p, mana trubочка chiqariladi, ichiga nachinka uriladi, yumaloq qilib turib, o'rtasiga o'sha moloko qilib qo'yiladi, sovuqga chiqadi. Sovuqga chiqaveradi, ha? Ko'proq maktab joylarga, maktablar ichiga. Maktablar ichiga to'rga bo'lib turib, ko'sak qilib, pokovka qilib tarqatishadi. Ha. Bo'l tushunarli. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Bularimizni aytsangiz. Fast-foodlarga oid-a bular? Nima pishiradi bunda? Lavashlari, sho'rma, va hokazolar, shunga o'xshash mahsulotlar pishiriladi. Xo'p, bularimizni narxi necha pul? Bular narxini $195 kattasini beryapmiz, ya'ni 20 lik deyiladi. 20 lik, ha? Bunisi 16 lik. $185. $185. Xo'p, asosan bular ham endi o'sha sentralniy joylarga qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Ma'lumimiz shokolad erishar ekan. Hozirgi kunda shokolad eritadi uni. Shunga o'xshash narsalar ustida shokolad quyib beriladi. Ha, shokolad quyib bergani yaxshi bo'ladi. Pishiriladi ustiga. Bu asosan marojna purushlarga kerakli bo'lgan marojnachilarga, pishiriqchilarga ishlaydi. Tepalariga, bo'ldi. Tepalariga quyib bergani, shunaqa narsalarga juda qulay bo'lgan narsalar. Bularimizni narxi necha pul? Bunisi 4 talik, bunisi 3 talik ekan. $210 beryapmiz. 3 talikni $175 beramiz. $175 berilyapti. Bu tushunarli. Keyingi mahsulotimiz nima bu mahsulotimiz? Bu ham vaflinsa qo'londok deydi. Sosiskali ham deydi, endi ko'cha tilida. Bu ham maktablarga, maktab hududlarida ishlatilsa ancha manfaatliroq bo'ladi. Hop, bu setkalarimiz prashka pishiradigan setkalar ekan. Yog' bilan pishiriladigan hamma turdagi mahsulotlar pishiriladi. Farqli ismi shu nima deydi? Umuman yog' mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlar hammasi pishiriladi. Xo'p, prashka misol ba'zi paytda somsalar tayyorlanmoqchi bo'lsa, somsaga bu katta hajmlarda baliq pishirsa bo'ladi. Baliq pishirsa bo'ladi. Pirojki pishirsa bo'ladi, keyin kartoshka fri pishirsa bo'ladi. Ha, yoqqa pishirib tayyorlanadigan mahsulotlar uchun hammasi shunda pishirar ekan. Bu kichikroq razmeri, eng kichkina razmeri. Xo'p, har xil assortimenti bor ekan. Katta kichik razmerlar. Hurmatli obunachilar, har xil assortimenti bor ekan. Xo'p, bularimizni narxi necha pul? $50 dan boshlanadi, $300 gacha. $50 dan $300 gacha bo'lgan mahsulotlar. Bu mahsulotlarni olganingizdan keyin foydalanishingizga ancha dasmiya bo'ladi. Endi nobodoga, masalan, buzilib netib qolsa, tuzatishni ishlar qanaqa bo'ladi? Servis xizmatimiz bor. Servis xizmatlari ham bor ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Yana nimalarimiz bor? Ko'rsatsangiz. Bunisi hozir vakuum apparatimiz havosini chiqarib tashlab, qadoqlab beradi. Qadoqlab beradi. Qanaqa mahsulotlar qadaladi? Ko'p holatlarda go'shtli mahsulotlar aynib qolmasligi uchun. Go'sht mahsulotlar ichida havosini so'rib olib bekitib beradi. Bekitib beradi. Qadoqlab bergani juda qulay. Bu gazimiz-chi? Gazmi bu? Bu gaz plita, 4 talik. Gaz plita. Stalovoylarga, oshxonalarga ishlaydi. Ancha chidamli, misol ko'proq ovqat qilaman, ha? Shunday. Oshxonalarda bemalol foydalanishlari mumkin. Katta ob'yomda ega. Bunimiz nimamiz? Bu ham gaz vok deb aytiladi. Uyg'ur lag'monlar shunda pishadi. Havoli, bug'li, ha? Bug'li. Yo'q, bug'li emas. Ha, bug'li emas. Spiralli bo'lib yonadi, havo bilan yonadi, juda kuchli haroratda pishiriladi. Ha, harorati baland. Master nimalar aylantirgan.
Bo'ldi aka. Hop, bular ham o'sha pechenniy mahsulotlari chiqargan. Vaflinsalar. Birinchi ko'rsatganlar. Bu tushunarli. Endi videomizni tashqaridan davom ettirsak, mana nimalarga nima deysiz? Bular suyuq hamlar, biskvitlar tayyorlanadi. Biskvitlar tayyorlagani juda qulay bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Bunimiz-chi? Qassobxonalar uchun 3 fazaga ishlaydigan professionalni mesorovka deyiladi. Mesorovka ekan-a? Professionalni suyagar. Suyak aralaydiganlar. Bular narxlari necha pul? Bular 680 dan beryapmiz. 680 ming. 680 mesorovka, 360 dollar, 5 ta zapas arrasi bilan 360 dollar suyagar. Ha, hammasi aytilayotgan summalar hammasi dollarda hozir. Shehzodbek dollardanmi hozir? Ha, dollarda ekan. Shohruxbek. Xo'p. Bu tarafimizni bir qator ko'rsatib o'tsiz. Shohruxbek. Muzqaymoq apparatimiz 3 fazaga ishlaydi. 4 kilovatli 4 soatiga 40 kilo muzqaymoq ishlab chiqaradi. 3 fazada ishlaydi. Xudo xolasa daromadi 60% daromad, 40% xarajat bo'ladi. Ya'ni 10 ming so'm rasol qilinsa 10 ming so'mga aylanadi. 10 ming so'mga aylanadi. Zo'r. Bunimiz-chi? Bu ayron apparat. Sig'imi 50 litr, 220 ga ishlaydi. Ko'k rasxodi 1,5 kilovatga bormaydi. Ya'ni 300 watt deyiladi. Ha. Buni vazifasi sovutib beradi, taqsimlab beradi. Taqsimlab beradi. Ha. Buni narxi necha pul? Buni narxini 360 dollar beryapmiz. 360 dollar. 360 dollar. Ha, bunimiz narxi necha pul edi? 2200 dollar. 2200 dollar ekan. 2200 dollar 6 ta radiatorli. 6 ta radiatorli 2200 dollar. Xo'p, bu mahsulotchi. Bu Iloji boricha qattiqroq gapiraverasiz. spiralli testimeshalga deyiladi. 3 kilovatli qozon ham motor bilan aylanadi. Ko'p holatlarda bu bo'lichkalarga, shunga o'xshash mahsulotlarni yaxshi Aylantirib beradi, yetiltirib beradi. Bular ham shunaqa. Bular ham shunaqa kichkina rasmi. Kichkina rasmiylar. Bularning narxi necha pul? Buni narxi 520 dollar. Bunisi-chi? Bunisi 950, 25 kilolik, 12,5 kilo. 12,5 kiloligi 520. 520 dollar. Bunisi 950 dollar, 25 kilo. 25 ligi 950 dollar. Hop, bunisi necha kiloli endi? Bu Turkiyaniki 50 kilo xamir uchun mo'ljallangan. 50 kilo xamir uchun, ha. Novoy akalarimiz uchun. Narxini 750 dollar beramiz. 750 dollar. Keyin mana pechlarni aytib o'tyapsiz. Pechga 3 ta patnisli elektrga ishlaydi, 3 fazada. Konditer mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Hamma narsa pishaveradi. Narxini 550 dollar beryapmiz. Buni misol 550 dollardan qanchagacha yo ozroq nimasi ham bormi? 350 dollardan 6000 dollargacha o'zgaraveradi. Ha, 350 dollardan 6000 dollargacha bor. Hurmatli obunachilar, har xil assortimentlar bor ekan. Xullas, mahsulotlarda o'rmoni desa ham bo'laverar ekan. Hamma, misol nima deydi, dastlabki xizmatlari bor-a? Kelishamiz. Ha, dastlabki xizmatlari bor ekan. Butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda bemalol jo'natib yuborishaverar ekan. Misol ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, batafsil telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'sha marojna sotadigandan tortib xamir qiladigan hamma narsasi bor ekan. Pishiriqqa oid xullas hammasidan biznes bo'laverar ekan. Xo'p, videoga like bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali videolarimiz oldinda zo'rlari.